Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Bu hikmetli kitap yani Kur'an ayetleridir. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. İnsanlarning biriga, yani Muhammed aleyhisselamga insanlar, yani kafirlarni Allah'ның azabından agahlandırgın. Müminlerge Perverdigarının dergahida qilgan yaxshi amallar uchun yuqori o'ringa erishadiganligi bilan xush xabar bergin. Deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanmamdi. Kafirlar bu haqiqatan oshkora sehrgardir dedi. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Şübihisiz ki sizlerinin perverdigarınlar Allah'tır. O asmanlarını, ziminni 6 günde yarattı. Ondan arş üstüde özüge layık ravişte karar aldı. Allah halayıqның işlerini öz hikmetiga muvafık idare kılıp durdu. Kıyamet günü ertaq şafaat kılgıçı aldı bilen Allah'ның iznini alıdı. Ani şu Allah sizlerinin perverdigarınlardır. Onunla ibadet kılınlar. Vez nasihat almamsizler. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Kıyamet günü əmminlər Allah'ның dərgahıga qaytışlar. Allah'ның vədisi haqdır. Şübhisiz ki, məxluqatni dəstəbdə Allah yaratqan. Ularni halak qılğandan keyin kıyamet günü iman etqanlarni və yaxşı əməl qılğanlarni adillik bilan mukofotlash uchun qaytitirildirdi. Kafirlarning bo'lsa, o'zlarining kufri tufaylidan do'zaxdagi ishchimligi qattiq qaynagan suv bo'ladi. Hamda ular qattiq azobga duchor bo'ladi. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Allah quyoshni nur chachquchi va oyni nurli qilib yaratdi. Yillarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burujlarni tayin qildi. Allah ularni bekor yaratgani yo'q, balki buyuk hikmat va zo'r foydaliq uchun yaratdi. Allah oyatlarini biladigan va uning hikmatini fikr qiladigan qavm uchun tafsiliy bayon qiladi. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida Allah osmonda va zaminda yaratgan shaylarda Allohdan qo'rqadigan qavm uchun haqiqatan Allohning borligini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. إن الذين لا يرجون لقاء
لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Şübhisizki biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni Allohga muloqot bo'lishni ko'zlamaydiganlar, dunyo tirikchiligidan bahramon bo'lish bilanla rozi bo'lganlar va uning bilan orom topganlar, bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lganlar. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Ani shularning joyi qilmishlari tufaylidan do'zax bo'lib. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. Şübhisizki iman etqanlar ve yaxshi amallarni qilganlarni Parvardigori ularning iymoni sababidan ostidan o'stanglar eqib turadigan noz ne'matlik jannatlarga yetaklaydi. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ularning jannatdagi duosi: "Ey Rabbimiz, biz seni pok deb e'tiqod qilamiz" deyishdan iborat. Ularning jannatda bir-biriga beradigan salimi ahli do'zax chekayotgan azobdan omon bo'lg'aysan, ya'ni assalomu alaykum deyishdan iborat. Ularning duosining oxiri jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir deyishdan iboratdir. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Agar Alloh kishilar talab qilgan yomonlikni ishga oshirishga, ular talab qilgan yaxshilikni ishga oshirishga oldirgandek oldirsa edi, ularning ajli cho'qim yetgan bo'ladi, ya'ni halok bo'ladi. Biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlarni gumrohlikda tingirqab yurishga qo'yib beramiz. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. İnsonga biror ziyon zahmat yetsa, yotsudu, o'ltirsudu, tursudu, uni dab'i qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tarvatsak, go'yo uni ko'tarib yetishimizni tilab bizga duo qilmagandek, yomon ishni yana davomlashtirdi. Haddidan oshquchilarning qilmishlari ularga mushundoq chiroyli ko'rsatildi. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Sizlerden ilgirki ümmetler zulüm kılganda, yani kafir bolganda, gumrahlıkta haddidan aşkanda, hakikaten ularını halak kıldık. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizlarni elib kelgan edi. Ular payg'ambarlar elib kelgan mo'jizlarga iymon keltirmadi. Gunohkor qavmni, ya'ni Makka mushriklarini uningga o'xshash jazolaymiz. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Sizlarning qanday qiladiganliklarini ko'rish uchun ularni, ya'ni o'tgan ummatlarni halok qilgandan keyin ularning o'rniga sizlarni o'rin bosar qildik. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni qiyomatga ishonmaydiganlar, buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgin yoki uni o'zgartgin, ya'ni azobga doir oyatni rahmat oyatiga o'zgart, ilohlarimizni so'kkanning o'rniga madhiya qil, haromni halol qil deydi. Men uni o'zimcha o'zgartirmayman. Men faqat men qilingan vahiyga amal qilaman. Agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, albatta buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan qo'rqaman degin. Qul law sha'a Allahu ma talawtuhu alaykum wa la adrakum bih wa la adrakum bihi faqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Agar Alloh iroda qilsa, sizlarga uni, ya'ni Qur'onni tilovat qilmas edim. Allohmi uni men orqali sizlarga bildirmas edi. Oranglarda uningdan, ya'ni Qur'on nozil bo'lishdan ilgari uzun zaman turdim. Mo'jiz bo'lgan bu Qur'onning faqat Alloh tarafidan nozil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmamsizlar degin. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Allah'a yalğanını çaplagan yoki Allah'ның oyatlarini inkar qilgan odamdanmi zolim odam bormi? Gunohkorlar hargiz baxtga erisholmaydi. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ular Allah'ını koyup özlerine payda ziyan yetküzelmeydiğen nerslerge çokunudu. Bular, yani butlar Allah'ın dergahida bizge şapaat kılgıcılar deyişidu. Acaba osmanlarda ve ziminde bundak nerse, yani Allah'ın şeriki yoki şapaat kılgıcı bulup, onu Allah bilmey qilib, sizler Allah'a onu itip beremsizler, Allah ularının şerik keltirgen nerslerden paktur ve yüksektur. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. İnsanlar aslida bir din, yani İslam dinida idi. Keyin ular ixtilof qilishdi, yani dinlar ko'paydi. Butlarga cho'qinishdi. Parvardigorining oldin ola aytgan so'zi, ya'ni jazolashni qiyomatga qoldirishdan iborat taqdiri bo'lmasa edi, ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Ya'ni dinda ixtilof qilishganliklari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Ular, yani Ahli Mekke, nimishqa onunğa, yani Muhammed aleyhisselam'a Parvardigor tarafidan biz talab qilgan mo'jizlardan bir mo'jiz tushirilmidi deydi. Aytqinki, g'aybni bilish faqat Allohga xos. Mo'jizlarni Alloh keltirdi. Men faqat tabliq qilguvchiman. Sizlar Allohning oramizda hukm chiqarishni kutinglar. Shubhisizki, menmo sizlar bilan shuni kutguchilardanman.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. Kişilerinin beşiğe kelgen ziyan zahmetini götürüp etkendiğin keyin ularga rahmetimizni tetishsaq, ular bizning oyatlarimiz üstüden mikir ishiltishga, ya'ni inkor qilishga oldiraydi. Aytqinki, Alloh ularni qilgan mikri uchun eng tez jazolaydi. Shubhisizki, bizning farishtalarimiz mikringlarni yezib turdi. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Allah sizlarni quruqlikda, ya'ni uloqlar ustida, dengizda, ya'ni kiyimlar ustida safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kiyima kishilarni ilib, mayin shamolda mengayotgan va bu shamoldan ular xo'shallanayotgan chaqda birdilla bo'ron chiqib kiyimi o'riladi. Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kiyimidagilar qo'rshilinganligiga, ya'ni halok bo'ladiganligiga jazm qiladi. Cho'qinayotgan butlarni tashlab qo'yib, "Ey Xudo, agar sen bizni buningdan, ya'ni balodan qutuldirsang, biz cho'qim shukr qilguvchilardan bo'lamiz" deb chin ko'ngli bilan duo qiladi. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah ularni u balodan qutqizgandan keyin ular yer yuzida yo'lsizlik bilan buzuqchilik qiladi. Ey insonlar, buzuqchiliklarning gunohi o'zingizlarga bo'ladi. Sizlar bu dunyoning baqosi yo'q shahvatlaridan bahramon bo'lasizlar. Buning asirti oxiratga qoladi. Ondan sizlar bizning dargohimizga qaytisizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilamiz. İnnemâ meselul hayâtid dunya kemâin enzelnâhu mine's-semâi فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Hayati dünyanın misali tez özgürüşüde, nimetlerinin bakasızlıkıda, kişilerinin onun bilen mağrur buluşuda,
biz osmondan tushirgan yomg'ir suyiga o'xshaydi-ki, uning bilan zaminning insonlar, hayvonlar yeydigan turli o'simliklari unib chiqib, bir-biri bilan giralishib ketgan. Hatto zamin go'zal tusga kirgan, chiroyli yasangan. Zamin egalari uningdan mo'l hosil elishga jazm qilib turgan chaqda, nagahan kechisi yoki kunduzi uningga qazoyimiz yetdi-da, ziroatlarni tunugun, ya'ni ilgari yo'qdek, butunlay o'rib tashlaganda qilib ya'ni nobud qilib yo'q qildik. Fikr yurg'izgan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsiliy bayon qilamiz. Vallohu yad'u ila daris salam va yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah kishilarni aman joyga, ya'ni jannatga da'vat qiladi va xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Ularning yuzlarini qoraliq va xorliq qoplamaydi. Yani ularga g'am qayg'u va parishonlik yuzlanmaydi. Ani shular ahli jannat bo'lib, jannatda mangu qolg'uvchilardir. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dünyada yaman işlerini qilguvchilar bir yamanlıqni qilsa, qilgan yamanlıqqa o'xshash, ya'ni shuningga loyiq jazoga uchraydi. Ular xorliqqa duchor bo'ladi. Ularni Allohning azobidan qutuldirguchi zodi bo'lmaydi. Ularning yuzlari go'yo qorong'u parchasi bilan o'ralganda qorayib ketadi. Ular ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qolguvchilardir. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. Şu gün, yani kıyamet günüde müminlerini, kapırlarını, hammasini yığımız. Ondan müşriklarga sizler Allah'a şerik keltirgen butlarınlar bilen billa, ornunlarda mıdırlamay turunlar deymiz. Ularının arasını ayrıyımız. Ularının şerik keltirgen butları eytidu, sizler bizge ibadet kılmagan idinlar. Belki nefsi haişanlarga ibadet kılgan idinlar. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Sizler bilen bizden aramızda guvah buluşka Allah kupayi ki, sizlerinin bizge çokunuşunlardan biz gafil idik. Yani biz görmeydiğen, anlamaydiğen, his kılmaydiğen cansız idik. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Bu çağda her adam ilgiri kılgan emeller üstüde sınılıdı. Yani yaxşı mı, yaman mı, onun neticesini gördü. Ular haqiqiy egisi Allah'ның dergahiga qaytırıldı. Ularning şafaat kılıdı deb dava kılgan butları, ulardan özlerini chetga alıdı. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlarga osmondan yomg'ir yog'dirib, zamindan giyoh undirib kim rizq berdi? Sizlarning anglash va ko'rish qobiliyatinglarni kim boshqardi? O'lik shaylarni tirik shaylardan kim paydo qiladi? Xaloyiqning ishlarini kim idora qiladi? Ular bularga javoban Alloh deydi. Aytqinki, Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan Allohning azobidan qo'rqmamsizlar. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Yuqorqidek cho'ng ishlarni qilguvchi sizlarning haqiqiy parvardigoringlar ana shu Allohdir. Haqiqatdan qolsa gumrohlikdan g'ayri narsa mavjud emas. Nimishqa iymondan yuz o'rib gumrohlikqa burilib ketisizlar? كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Parvardigoringning Allohga itoat qilishdan bosh tortganlar to'g'risidagi hukmi haqliq bo'ldi. Ular Allohning birligiga, Rasulullohning payg'ambarligiga iymon etmaydi. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarning butlaringlarning ichida mavjudotni yo'qlikdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltira oladiganlar bormi? Aytqinki, Alloh mavjudotni yo'qlikdan bor qilib, ondan yo'q qiladi, ondan uni asliga keltira oladi. Nimishqa haqdan botil tarafga burilib ketisizlar? قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Aytqinki, sizlarning butlaringlarning orasida gumrohni haq yo'lga yetaklayoladiganlar bormi? Aytqinki, Alloh gumrohni haq yo'lga yetaklayoladi. Gumrohni haq yo'lga yetaklayoladigan zotga bo'ysunishga tegishlikmi yoki gumrohni haq yo'lga yetaklay olmaydigan, faqat o'zi boshqalarning yetaklishiga muhtoj bo'lgan butlarga bo'ysunishga tegishlikmi? Sizlarga nim bo'ldi? Nimishqa mundoq botil hukm chiqarsizlar? وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Ularning to'lisi butlarga e'tiqod qilishda faqat farazgina tayinadi. Faraz degan haqiqatni isbotlashda haqiqatan hech narsaga yaramaydi. Shubhisizki Alloh ularning qilmishlarini obdan bilguchidir. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Bu Qur'onni birovning Allohga iftiro qilishi aqlga sig'maydi. Chunki Qur'onni hech inson ijod qila olmaydi. Lekin Qur'on ilgari kelgan Tavrat, Injil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchidir. Alloh belgilagan ahkomlarni bayon qiluvchidir. Uningda hech shak yo'qdir. U olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Ular Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqira oladiganligi kishinglarni chaqirib, Qur'onga o'xshash biror surni keltirib beqinglar. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Undaq emas. Ular Qur'onning ma'nosini to'liq tushunmay va haqiqatiga texi aqli yetmay turib, uni inkor qilishdi. Ulardan burun o'tgan ummatlarmo o'zlarining payg'ambarlarini mushularga o'xshash yolg'onga chiqargan edi. Zolimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarab baqqin. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Ularning ichida Qur'onga ishonganlar bor, ishonmaydiganlarmi bor. Parvardigoring buzg'unchilarni hammadan obdan biladi. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Agar ular seni yolg'onchi qilishda ching tursa, mening amalim o'zim uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Mening amalimdan sizlar ado judosizlar. Sizlarning qilmishinglardan menmi ado judoman. Ya'ni birovning qilgan gunohiga javobgar emas, degin. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Ularning ichida Qur'on o'qig'iningda sana quloq soladiganlar bor. Sen g'aslarga, ya'ni anglash iqtidorini ilib tashlaganlarga, ular hech narsani tushunmasimi anglata olamsan? وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. Ularning ichida sana qaraydiganlar bor. Ya'ni payg'ambarlikning aniq alomatlarini bayqaydiganlar bor. Lekin ular bayqaganlardan foydalanmaganliklari uchun ko'rdir. Haqiqatni ko'ralmasimi ko'rlarni hidoyat qila olamsan. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Şübhisizki Allah insanlarga qilchi zulm qilmaydi. Lekin insonlar kufri va gunoh orqali o'zlariga o'zlari zulm qiladi. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Qiyomat kuni Allah ularni hisob ilish uchun yig'idi. Ularga dunyoda turgan muddati kunduzda ozg'ina vaqt turganda qisqa bilinadi. Ular o'zaro tonishidi. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin tirilishini inkor qilganlar cho'qim ziyon tortadi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. Ularga biz va'da qilgan azobning bir qismini sana ko'rsatamiz. Ya'ni bu dunyoda sen hayot vaqtida ko'rsatamiz yoki uningdan ilgari seni qabzi ruh qilamiz. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Mayli baldır bo'lsin, mayli kiyim bo'lsin, ularni cho'qim jazolaymiz. Ondan Alloh ularning qilmishlariga guvoh bo'ladi. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. O'tgan ummatlarning har biriga payg'ambar avatilgan. Qiyomat kuni ularning payg'ambari kelganda, ularning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bizga aytib beringlarki, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Aytqinki, Allah xohlamasa, men o'zimdan ziyonni dab'i qilishga, foyda qozonishga qodir emasman. Har ummatning halok bo'ladigan ma'lum vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda, ular birdammi kechiktirilmaydi, birdammi ilgari surilmaydi. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. Aytqinki, aytinglarchu, agar Allohning azobi sizlarga kechisi yoki kunduzi kelsa, buningdan sizlarga nima foyda? Gunohkorlar, ya'ni mushriklar azobdan qaysi narsaga oldiraydi? أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Allah'ның azabı yüz bergende, ondan onun işendinlarmı? Emdi etkan imanınlar paydasızdır. Onundan ilgiri meskir kılıç bilen azabның tezirek düşüşün talep kılattınlar. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Ondan keyin özlerine zulüm kılganlarga mengülük azabını tetinglar. Sizlarga faqat qilmishinglarning jazosi beriladi, deyiladi. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Ulardan sen, o yani va'da qilingan azob, o'lgandan keyin tirilish rostmi deb so'raydi. Sen, Parvardigorim bilan qasamki, u albatta rostdir. Sizlar qechib qutula olmaysizlar degin. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. Agar har bir zulm qilgan odam, ya'ni kofir, yer yuzidagi hamma narsaga malik bo'ladigan bo'lsa, Allohning azobidan qutulish uchun albatta uning hammasini fidya qilib berayotdi. Ular azobni ko'rgan chaqda nadomatini yo'shirin tutadi. Ya'ni dunyodagi qilmishlariga ichida pushaymon qiladi. Ularning, ya'ni xaloyiqning orasida odillik bilan hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Ala inna va'dallahi haqqun walakinna aktharuhum la ya'lamun. Rastilla osmonlardagi va zimindagi barliq narsalar Allohning mulkidir. Rastilla Allohning va'dasi haqdir. Lekin ular, ya'ni insonlarning to'lisi buni bilmaydi. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. Allah ölükni tirildirdi, tirikni öldürdü. Sizler Allah'ın dergahıga qaytısızlar. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ey insanlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasihat bo'lgan, dillardagi dardga, ya'ni shak va nodonlikqa shifo bo'lgan, mo'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
Aytqinki, ular Allohning fazli va rahmatidan xushal bo'lsin. Bu ularning yiqqan mol dunyolardan yaxshidir. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون Aytqinki, aytib beqinglarchu, sizlarga Alloh tushirgan rizqdan ba'zisini harom, ba'zisini halol qildinglar. Alloh sizlarga mundaq qilishga izni berdimi yoki Allohga yolg'onni chaplamsizlar? وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون Allohga yolg'onni chaplaydiganlar qiyomat kuni qandoq o'ylaydi? Ya'ni jazoga tortilmaymiz deb o'ylamdi. Shubhisizki, Alloh insonlarga marhamatlidir. Chunki ularga bo'ladigan azobni kechiktirdi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning ne'matlariga shukr qilmaydi. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Sen qaysi holatda bo'lmagan, Qur'ondan qaysi narsani o'qimagan, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarra chog'liq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Rastilla Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish, dunyoda qo'ldan ketkizib qo'yganga qayg'urish yo'qdir. Allazina amanu va kanu yattaqun. Ular iymon etgan va taqvodorlik qilganlardir. Lahumul bushra fil hayatid dunya va fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. ذلك هو الفوز العظيم. Ularga dunyo va oxiratda xush xabar beriladi. Ya'ni dunyoda jon uzish oldida Allohning roziligi va rahmatiga erishadiganligi bilan oxiratda nozu ne'matlik jannatga kiradiganligi bilan xush xabar beriladi. Alloh va'dasi xiloflik qilmaydi. Ana shu katta baxtdir. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. Ey Muhammed, ularning sana payg'ambar emassan degan so'zi seni qayg'uga solmasin. Bütün kuch-quvvat Allohga mansub. Alloh sana madadkordir. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, amallarini bilib turg'uchidir. Ala inna lillahi man في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Rastla osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandisidir, maxluqotidir. Allohni qo'yib butlarga cho'qinganlar faqat yo'qolan farazgili tayinidir. Ular faqat jo'ylaydi. Huvallazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un. Ey insonlar,
Aram ilişinglar uchun Alloh sizlarga kechini yaratdi. Narsalarni ko'rishinglar uchun kunduzni yaratdi. Ibrat xulqi bilan anglaydigan qavm uchun buning nurg'un alomatlar bor. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. Ular, yani kafirlar Allah'ның balası var deyişti. Allah bunundan paktur, bihacettur. Yani balıqlayış ihtiyaç üçün boludu. Allah bolsa hiç nersige muhtaç emastur. Osmanlardaki, zimindeki hemin nerse Allah'ның mülküdür. Allah'ның balası var degen bu sözünlarga hiç qandaq pakitinlar yok. Sizler bilmeydiğin işlerini yalgandan Allah'a çaplamsizler. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ey Muhammed aytqin ki Allah'a yalganını çaplaydiganlar hakikaten dozaq azabından qutulalmaydı. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Ular bu dünyadan azgını vaqtla bəhrman boludu. Ondan ular hesap veriş üçün bizning dergahimizga qaytıdı. Ondan kafir bolğanlıqlar səbəbidən ulara qattiq azabını tetitimiz. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Ularga Nuh'ның qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida Nuh qavmiga: "Ey qavmim, agar sizlarga mening ishchanglarda turishim va sizlarni Allohning oyatlari bilan qo'rqitishim og'ir kelgan bo'lsa, men Allohga tavakkul qildim, ya'ni Allohga yo'landim. Sizlarga parvo qilmayman. Sizlar butlaringlar bilan birlikda meni qasdlaydigan ishinglarni qaror qilaveringlar. Ishinglar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin, ya'ni meni qasdlaydigan ishinglar oshkora bo'lsin. Ondan meni birdamni kechiktirmay, mening haqqimda xohlaganinglarni ijro qilaveringlar. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Agar sizlar mening nasihatimdan yuz o'rsanglar, sizlardan yuz o'rishinglarga sababchi bo'ladigan haq so'rg'inim yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysunguchilardan bo'lishga buyurildim, dedi. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Lekin ular Nuhni yolg'onchi qildi. Uni va uning bilan kiyimida billa bo'lg'uvchi mo'minlarni qutqizdik. Ularni, ya'ni biz qutqizgan kishilarni g'arq bo'lganlarning o'rin bosarlari qildik. Bizning mo'jizlarimizni inkor qilganlarni to'pon balosi bilan g'arq qildik. Ey Muhammad, ogohlantiriluvchilar, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onchi qilganlarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Nuh'tan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'zlarining qavmiga avatdiq. Qavmiga ular ro'shan mo'jizlar bilan keldi. Ular, ya'ni payg'ambarlar kelishdan ilgari inkor qilgan narsaga iymon etishmidi. Kufrda haddidan oshquchilarning dillarini ashundoq pechatlaymiz.
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Ulardan keyin Musa bilan Harunni Piravinga, ya'ni uning qavmining cho'nglariga nurg'un mo'jizlar bilan avatdiq. Ular iymon etishdan bo'yintovlik qildi. Ular gunohkor qavm edi. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. Ularga biz tarafdan haqiqat nozil bo'lgan chaqda ular bu haqiqatan ro'shan sehrdir dedi. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Musa sizlarga haqiqat kelsa uni sehr demsizlar, acaba bu sehrmi? Sehrgarlar muvaffaqiyat qozonolmaydi dedi. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Ular sen bizga ota-bobolarimizning dinidan bizni voz kechtirish va zimin, ya'ni Misr ziminining saltanatini ikkinglarning qilib olish uchun keldingmi? Biz ikkinglarga ishonmaymiz dedi. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. Firavun mening oldimga barliq usta sehrgarlarni elib kelinglar dedi. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Sehrgarlar yetib kelganda Musa ularga arg'amcha va osiliringlardan tashlamoqchi bo'lganinglarni tashlanglar dedi. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Ular tashlaganda Musa, sizlarning ko'rsatganinglar sehrdir. Alloh cho'qim uni barbod qiladi. Alloh buzg'unchilarning ishini albatta tuzmaydi dedi. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Gunohkorlar yoqtirmagan taqdirdami Alloh pakitlari orqali haqiqatni isbotlaydi. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Musaga faqat o'z qavmidan, ya'ni Bani Isroilning avlodidan ozg'inisi Firavun va uning qavmining cho'nglarining ziyonkashlik qilishidan qo'rqqan holda iymon etdi. Firavun ziminda, ya'ni Misr ziminida shak shubsizki mutakabbirdir. U albatta haddidan oshquchilardandir. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Musa, ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lininglar dedi. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Ular aytdi, Allohga tavakkul qildik, Parvardigorimiz, zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmag'in. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Bizni rahmeting bilan zolim qavmdan qutuldirg'in.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Biz Musa bilan uning qeyrinishig'a qavminglar uchun Misrda uylar yasanglar. Uylarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Namoz o'qinglar. Mo'minlarga dushmanlar ustidan g'alaba qildiganligi bilan xush xabar beringlar deb vahiy qildik. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Musa etti: Ey Parvardigarimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirish uchun ey Parvardigarimiz, Firavunga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turli mol-mulklarni berding. Parvardigarimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilgin, ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Allah etti: İkkinlarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nadonlarning yo'liga ergashmanglar. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Biz İsrail avlodini dengizdan o'tkazib etdik. Ularni Firavun va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish yuzidan qo'g'ildi. Firavun g'arq bo'ladigan chaqda iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardanman dedi. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Onunğa deyildiki, hayatdan ümid üzgününgdə əmdi iman etamsan, ilgiri Allahqa asilik qılğan və buzğunçulardan bolğan idin. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Senden keyinkilerge ibrat buluşun üçün bugün senin cesetini kutquzumuz. Yani senin cesetini denizden çıkarıp koyumuz. Nurgun kişiler şek şüphesiz ki bizden ayetlerimizden gafıldır. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Şübhisiz ki biz İsrail avladını, ularning düşmanlarını halak qilgandan keyin yaxshi joyga o'rinlashtirdik. Ularni sherin narsalar bilan rizqlantirdik. Ularga ilm, ya'ni Allohning hukmini ichiga olgan Tavrat kelgandan keyin ular din ishida ondan ixtilof qilishdi. Parvardigoring qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqardi. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا
إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Mubadi sen, sana biz nazil qilgan kitobdan shaklanadigan bo'lsang, sendan ilgari kitob o'qiganlar, ya'ni Tavrat bilan Injil nazil qilingan Yahudilar va Nasoralardan so'rab boqdin. Shubhisizki, sana Parvardigoring tarafidan haq Qur'on keldi. Sen hargiz shak qilguvchilardan bo'lmag'in. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Sen hergiz Allah'ның ayetlerini inkar qilguvchilardan bo'lmag'in. Undaq bo'lsang, ziyon tortquchilardan bo'lib qolasan. Innallazina haqqat alayhim kalimatu robbika la yu'minun. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Şübhisizki Parvardigoringning la'natiga tegishlik bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga bütün mo'jizlar ko'rsatilgan taqdirdimi, qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Halak bulgan şehirler ahalileri içinde Yunus kavminden başkasıga azapның alametini görüp etkan imanның paydası bolğunu yok. Yunus kavmi iman etkanda dünya hayatıda resva kılıdığan azapni ularның üstüdün kötürüp ettik. Ularını ma'lum vaqtgacha, yani acili yetken kadar dünyadaki şeylerden bahriman kıldık. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Eğer Parvardigoring xohlasaydi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Her qandaq kishi faqat Allohning irodasi bo'lgandila ondan iymon etadi. Allohning oyatlari ustida fikr yurgizmaydiganlarni Alloh azobga giribtor qiladi. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Etkin ki, asmanlardaki ve zemindeki nerslerini küzdünler. Möcizler ve agahlandırıcılarının, yani peygamberlerinin iman etmeydiğin kavimge paydası bolmaydı. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Ular faqat özlerinden burun ötkenlerge kelgen küllerinin, yani azapның özlerge kelişini kütüdü. Ey Muhammed, ularga etkin ki, sizler zulümның akıbetini kütünler. Menmu sizler bilen birlikte hakikaten sizlerinin halak boluşunlarını kütkütümen. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Ondan keyin peygamberlerimizni, müminlerini azaptan qutquzduq. Müminlerini qutquzishqa mushundaq mas'ul bo'lamiz. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'budun. أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
Ey Muhammed, qavmingning mushriklarga aytqinki, ey insonlar, agar sizlar mening dinimdan gumonlanadigan bo'lsanglar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarga men cho'qinmayman. Lekin men sizlarni qabzi ruh qiladigan Allohga ibodat qilaman. Men mo'minlardan bo'lishga buyurildim. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. Yani bana batıl dinlerden burulup doğru dinge yüzlengin, müşriklerden bolmagın. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Allah'ını koyup sana payda ziyan yetküzelmeydiğen nerslerge ibadet kılmagın. Eğer onlarga ibadet kılsan, çokum özenge zulüm salgıçlardan bolisen. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Eğer Allah sana birer ziyan zahmet yetkizishni irade qilsa, yalğız Allah'tan başka onu dəb'i qılğucu bolmaydı. Eğer Allah sana birer yaxşılıqni irade qilsa, Allah'ның fəzlini qaytırğucu bolmaydı. Allah fəzlini bəndilərinin xalığan adamı yetkizidu. Allah bəndilərinin günahını məğfiret qılğucudur. Ularga mehribandır, deyildi. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Ey Muhammed, aytqin ki, ey insanlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqdan keldi. Kimki hidayet tapıdiken, özünün faydası üçün hidayet tapqan boludu. Kimki azıdiken, özünün zihni üçün azgan boludu. Ben sizlarga hami emasman. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Ey Muhammed, sana nazil kılıngan vahiyge ergeşkin, yani onunla özün amel kılıp, başkalarga onu yetkizgin. Allah sen bilen onlarning orasida hukm chiqargucha, dinga da'vat qilish yo'lidagi mushaqqatlarga chidig'in. Allah eng haqqoniy hukm chiqarguchidir.